Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz Qo'qonstenka kiyim bozoridamiz. Sizlar uchun men ayollar kiyimlari narxlarini bir tanishtiraman. Sizlarga ma'qul kelsa, bemalol xarid qilib sotib olaverasizlar. Xo'p, bunimiz nech pul ekan endi? 20 ming so'm, tepa past. Va yoshchi? 7 yoshgacha tushaveradi mana ko'ringlarchi. Bunimizchi? 25. Bunisi 25 ming so'm. Faqat pachka. 5-sinf 4-sinfga tushaveradi, ko'rsatayotganimiz. Faqat pachka. Bunisi-chi? Bunisi ham shunaqa 25 ming so'm. Tepa past 25 ming so'm. Ma'qul kelsa bemalol aloqaga chiqib olaverasizlar. O'rtada ro'mollarimiz bor ekan. Bular qanchadan? Bular 14 ming. 14 ming so'mdan. Bo'lmaymi? Bunisi 13 ming. Bularimiz 13 ming so'mdan. Yub qaraganga bular. Ha, yozga. Pachkada nechta bo'ladi? Bittadan pachkalangan. Nechta kerak bo'lsa? Bittadan pachkalangan ekan. Faqat optimga pachkaga aloqaga chiqishaveradi. Telefon nomeringiz nechi bozorchilar uchun? Yo, men o'zimizga chiqsin. Yo'q, beraveraman. Ha, nechi? 91lik 055 93 85. Mana shu kiyimlar bo'yicha shu odamga telefon qilasizlar, sotuvchi, haqiqiy. Shu narx aytilar telefon qilganlaringizda. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni